Oshimni nimasiz o'zim qilaman. 2 kilo sho'g'ona palov qilib, achchiqqina qilib, siz ham choy ichib o'tiring. Birinchi navbatda qozonga olov yoqishni boshlaymiz. Endi dumbalarni to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Endi navbat piyozga. Mana hamma narsamiz tayyor. Endi qozon tepasiga chiqamiz. Dumbalarni tizza qilib olamiz. Mana pizzamiz tayyor bo'ldi. Jelli piyoz. Piyozimiz jigar rang bo'yanda go'sht to'g'raymiz. Faqat ehtiyot bo'lasizlar, kuyib ketmasin. Zo'r qilyapti. Siz zo'r bo'pti. Voy. Olinglar. Hani ketidan go'sht tushadi. Mana endi sazginanlar. Mana jarmdor solib qo'ramiz. Mana yana bitta yangilik. Qiyma solib qo'ramiz, zo'r bo'ladi osh. Mana qo'rib bo'ldik. Endi suv solamiz mana. Mana. Shunaqa savzini ko'mar bo'ladi. Ustiga chesnok jarmdorlarni terib, gullarni terib olamiz. Mana. Shundan ham bularni berib olamiz. Buni bitta qaynashini eshitib ko'ringlar. Mana oshimiz 1 soatda oshuv qaynadi. Endi guruch solamiz buni. Parlangan qaranglar mana. Suvlari kamayib, guruch suvlarini silib zo'r parlanibdi. Ona ranglarini. Mana alashtirib. So'rdik qilib. Wow. Mana endi buni yana bir marta yopib yaxshilab parlantiramiz, xudo xohlasa oshlaydi. Bismillah.
Voy, jonim, jonim. Qilgan. Jonim bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Bizga osh bo'lib turganlar-ku. Hozir endi buni bitta yani yaxshilab aldarib yopib, dimlab qo'yamiz, xudo xolis. Mustaqiy. Yopdikmi? Yopdik mana bo'ldi oshda. Bo'ldi, rahmat. Oshqilib. Nima kiyib olding ya? Osh suzmasdan turib. Osh bo'ldi, tayyor bo'ldi-yu. Osh zo'r ketib osh, qolmadi. Guz sakrasam. Guz zo'r sakravotdi, voy xof. Bu tuzliqo bir yeb ko'raylik chiqani, maqtanmay tur. Ey jiyan. Mana shogird degan oshi ham mana chiroyli bo'libdi. Bir yeb ko'ramiz endi qanaqa bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Jonim, jonim. Ya Allah Allah.